Hozirgi to'yni jaddan chiqib qo'ydi. Kimki
bir şey değil. Sağ olasın, sağ olasın. Hiç burası. Yerde, sizlerge bir meseleye başlar. Bunda reklam, fakat yine zor oluşacak, zor sanatçı, zor sazlanlayamaz. Hatta ki zor insansız. Gerçi insansız. Yani parmakları. Şimdi, yakın gazetörü var orada. Sizde yakın yemez, bu keyifli olmaz be. Hoşça var orada. Hoşça var orada. Hoşça var yanımızda sizden de hoşça var. Sizden, ben o anda yakın kılırdık, hoşça var. Mesela ben orada yanımızda sizden hoşça var. Şu an içi oturduk, bu da dedi çağır geçti. Şimdi siz biraz daha etkilediğiniz var. Mutlu korkusak şöyle etkilediğiniz sözü var ya. Parmakları sonraki bana Allah'ı korusu diye söylerler. Nasıl kaybolur? Sen olursun. Bu yerde sizge o'xshab kunlar nima yanlış geldi. Yok. Şuraya gitmezsiniz. Bilmem hiç korkmayız. Aslında size haklı sıfatları da var bir yapabilirsiniz. Etmedi hiçbir yerde tatlı. Bu da aslı. Ha orada hiç korkmayın. Siz cevap verirsiniz. Kardeşten ayrılmayın. Yok. Bu da aslımızda benim alışveriyem, hammalar ustoz men bo'ladimiz. Ne rost gap. Juda ko'p narsalarni olishadi. O'yla olamiz. Canı sağ olsun. En alamısın. Şu bana kecha yaptı Samarqanddan ukamiz do'stimiz chiqib bir boboyni obrazini yaratib berdi. Chol bo'lib. Nos chekib. O'shanda bizni ham qishlog'imizda bir akamiz bor. O'shani obrazini yaratib bergan. Ukamga sizlarga aytib bermasam iloji yo'q. Amerikada suratgani yo'q. Bahorisi keyingi tomoshabinni ikisini shu aloqalarga odamni to'lashdi. Endi to'g'risini oltita gap qo'yib, ushlab oladi. O'zbek tilida bir ibora bor. Qo'l tushirib qo'ydi. Endi ko'rsatuvlarda yana o'zbekcha gaplarga parol qilib qo'ydi. To'g'risi, kasb ishchi garasi taqib beradi, qo'yadigan gapni. Keyin nima qilasizki? Masalan, Amerika kinolarida kinolar oxirida qanaqa qo'yishlar bo'lsa, taqib qo'yishlar, ko'zini qisib taqib qo'yish, bu maqolada berib turadi. Bu teşekkür ederim. Şakayı kol şuraya kol. Bu şekilde. Ular o'sha akamiz yoshligidan bilaman juda ham bir ajoyib qovunchilik yurgan, juda bir qovunchilik. Bundan saqladi. Yoshligida toshbiron o'ynaydilar. Bu paytlarda toshbiron o'yinlar bo'ladi. O tegisi biladi. Hozir yo'q bular o'yinlar. Yoshligimizda siz bilan biz ham analarga tomosha qilardik. Narigi mahallada bolalar Tosh otishadi. Urush o'ynashadi. Bizim mahallamizda qizoq ketib tosh otadi. Boshqa. Jamoa Bosh bo'ronda o'sha baba xolaga birinchi o'rniga ketadi. birinchi degan. Birinchi tosh tekkan bo'lishi mumkin. Tamam ketgan. Eğer soğuk yediğine zaten. O'zi akamiz olib dukanimizdan sal pastroq. Şöyle pastroq. Kilosi ham 48-50larda turadi. O ularcha narx. O'g'illar deganimizda shu to'g'ri qabul bo'ladi. Ular ketaveradi. Kechasi o'tgan ikkitasini yomon o'zingizda bo'lsa, masalan siz yorib turgan bo'lsa, sizga yorib turgan bo'lsa, ko'rmaysizlarmi bunga yoribda? Yaqinda mana shu plashki ekan. Agar siz ham kattaroq ekan, siz 500 kilodan Avliyelikka kirgan hammasiga keladi 500. O'zbekda bo'ladi. Shularga qaror qo'yiladi. O'zi kichkina odamlarcha bo'ladi. Rassom chaqirsa
ketdik. Gerçekten. Nega qaraganda olib ketdik. Shularga qarab qo'yadi. Bir kuni akani 3-4 o'rtalarimiz o'tirib qoldik. Chaqirib chiqdi. Akani osmondan pivo ichdi, sal ketdi. Ha, akasi ular ichdi. Mana osmondan ichdim. Choy. Akani siz endi urushashning odamsizmi? Siz urushashning odamsiz. Masalan, bir 4 odamning ichiga tushib qolsak, qanday qilib qutulib kelsa bo'ladi? Ushlashgan. Deganimda uyga bir aqlliroq javob qaytarish kerak-da. Ularni mehmonlarga qarab qo'yilmaydi. Qo'yishmas kerak. O'ylab qoringa shishib ketgan. Ushlashga odamlar Aka bilmayman. Agar bir bilan 3 bo'ladigan bo'lsa ushlash mumkin. Necha bo'lsa ushlash kerak deb 2 bilan 4 bo'lsa ushlashing bo'ladi. Aqlliroq javob beryapti. bemalol. Endi 2 bilan 4 bo'lsa ushlash qarasiga 4 odam ichida faqat tushib ketaversa, yo'qosh. Mayli yo'qosh yo'qda odamlar bor. Uyda bir 4 tomonda odam bor bo'lsa, bu aqlga duol bo'lish kerak deydilar. Ular shunaqa odam, shu kamizga gapirib berganmi? Shular sani so'rab qo'yman, mana sizlardan mahram bo'ldingiz. O'zbekistonga taniladi, xohlasa unga yechib bo'lib qoladi. Askarchilar teatrda ham bor. Estrada yoki bo'lmasa qo'shiqchilik, askarchilik san'atida ham bor. Inson sirjon, asar, niyat bir-biriga yuzi issiq ko'rinmagandan keyin hayvonlarga chiqishmaydi. Teatrda ham bor. Sahnada ashula aytadiganlar ichida qiziqchilar ham ichida bor. Sahnada birlashishadi-yu, lekin hayotda suhbatlashmasdan o'tishadi. Endi inson bir gapni bir-biriga yoqmay qolishi. Lekin sahnada birgalikda ishlashimizning sababi mana bunday gap juda yaxshi ko'raman. Bunday gap yaxshi ko'rsak kerak. Achkilar bilib ko'radi yaxshi. Biz o'zimizni juda hurmat qilamiz, shuning uchun birgalashib tomosha berishni niyat qilib sizga o'xshagan aziz san'at muxlislarini xursand qilmoqchi bo'ldik xolos. Sog' salomat bo'linglar. Va hozir o'zinglar ko'rib turibsizlarki, bizni o'zbek san'atida qiziqchi ham o'z o'rni bor, ashulachi ham o'z o'rni bor. Lekin bizni san'atimizni boshqa millat umuman ijro etolmaydi. To'g'ri tushunish kerak. Masalan, aslida Xitoy tilida ham, ingliz tilida ham, yapon tilida ham ashula aytilishi mumkin. Lekin ular bizga o'xshab ijro etolmaydi. Biz juda ajoyib bir kuchli millatmizki, o'zimizni qadrimiz ketmaymiz xolos. Bir ashula bo'lardi, Xudo rahmat qilsin, Ma'murjon Uzoqov O'zbekiston xalqimizni bir ashulalar bo'lardi. Uzbek
festivallara yapıyorlar. Laureat İta'da koydu приеми, laureat burada koydu приеми. Нина! Тимощенко! Ниночка! Вы уже Ниночка пойдала. Нина Шварценеггер. Узбекская классическая песня «Показания Курдатака». Скажи, пожалуйста, ладно. Это поставили, да, я сюда. Мы так обрадовались, когда вы рассказали про Ангел Бенса. Правда, я не поняла, что вы там рассказывали. По вашему пошаре было нормально. Оказывается, смешно, да. Gece kulaklar kulağına eriştim televizyonda. Sergey Krylov bir açıklaması var. Россия, живу. Ушедший парк. Ты прости меня, я не могу тебя любить. Мисс Узбекистан, я семейный. Кто-то кровозорвает, школы молчат. Ты меня прости, мисс Узбекистан. Речь о чем мисс Узбекистан, мисс, я не люблю, я школьник. Мисс Россия, я что живу, mesela. Yoksa eşkili. Sanatlarımız acayip bakmakta bakılmasına uğrar. Uzun şundan da arz edildi. Mesela Türkiye Kilisesi'nin olsun ayrılar. Sanat kızlar Türkiye dilde yaklaşır. Aşırı sana bir bağ. Bu tabii Amerika taraftarlarının yenildiğine,
O'zbekiston Tashkent. Aktor, komik. Komik, aktyor. All right? Ovqatsizlar qo'shib chiqmasa qanaqa qilasiz? What is problem? No problem. What was the problem? What is problem? What is problem? We have to ship back to the side of the area. No problem with people. New York, Hakalaya, Nakatika, Sozunda, was going to be so I'm like, what's up?
Toshkentga bor aksiyonda. İkinci bankayı. O'zbekiston bo'yicha birinchi bo'lib bozor iqtisodiyotiga o'tishgan ular. Hammasi bor. Sigareta suzgacha hammasi bor. Yo'llar bimoq bo'ladi. Biz ota jo'lingizga suvar qaytadi. Hali takajo. Hali kelmasadi bo'ladi. Bimoqda bo'ladi. Bimoq do'stlar. Hammayoqda bimoq do'st. Urushning bo'ylariga borib xizmat qilamiz. Jumhuriyatda xizmat qilasiz, lekin biz ashulachilarimizni haqiqatan tanishishadi. Masalan, Arjinga masalan, Amerikada ashulachilar kursida o'yinga tushib. Baribir biz ashulachilarimiz ham farqi bor. Kuyalar portlab ketaman desa ham ashula to'g'ri. Oy! Kuydim! O'tdim rodinga! Baribir.
ketib qolsalar, o'zbek xotin-qizlar bizni san'atimizni kamsitmaydi, ha? Guldek ochilib bering Ismoil aka. O'zi ancha ochilib qopdi-yu. Salomatchilik bo'lsin, ilohim, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, munosib ko'rsin bizga Xudoyim. Yaxshi kunlarda ko'rishib turibmiz, hamisha yaxshi kunlarda ko'rishib yuraveraylik. El yurtimizda boshlari chiroyli to'ylardan, yaxshi kunlardan chiqmasin. Mana Qur'on hayitlari ham o'tdi, o'zbeklarimiz to'y tantanalarini boshlab olishdi. Bugungi tomoshamizga qancha yigitlar kelin poshshalar bilan kelishgan. Unashtirilganlari, gaplashib yurganlari, arazlashganlari ham kelishgan. Yigitlari quruqlanib, "Yer mirzoni ko'rib kelammi?" Kelishibdimi, rahmat. Bu yerda ota-onalarimiz kelishgan. Aziz mehmonlarimiz kelishgan. Hammanglarning xonadoninglarda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Nasibamizni qo'shgan bo'lsa, biz borib xizmat qilaylik. O'zbeklarimiz juda xayri ihsonli xalq. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, mustaqil bo'lganimizdan beri bayramlar ustiga bayramlar, xayriyalar ustiga xayriyalar. O'zbeklarimiz Sibirda yashasa ham, oqayiga chaqirib bo'lsa ham Xudoy qilib beradigan xalqdir. Qayerda yashashdan qat'iy nazar, hovli joyi borlari hovlilarida gulinglatib to'ylarni qilishadi. Hovlilari yo'q bo'lsa, kichikroq bo'lsa, hovlilari ko'chalarga ham joy qilishaveradi. Endi domda yashaydiganlar bor, domdagi domda. Domni tagida ham to'y qilishaveradi. Boyvachcharoq bo'lsa, gilam bilan o'rab, kambag'alroq bo'lsa, oq bo'z bilan o'rab, bizga o'xshagan artist bo'lsa, qop bilan o'rab ham to'y qilaveradi. Qop bilan o'rab qo'yamizki, bir narsa tashab ketarmikin. Endi domlarning tagida ham to'ylar rost mana to'y bo'ladiki, yo'q. 3gacha bazm bo'ladi-yu, 1 soat ichida kelinoylarimiz dasturxonlarini boshqatdan tuzatib, atroflariga aziz mehmonlarimizni kuzatib turishaveradi. 100 kilolik, 200 kilolik qozonlarda mana degan kambag'allik xonadonida ham 60 kilolik qozonda osh damlanadi. Kelaveradi mehmonlarimiz kallai saharlab nahorga oshga. Bitta odamni aytsangiz, yoniga 3 tasini boshlab keladi. Yur, abedgacha to'q yuramiz deydi, osh bor. Kelaveradi, qo'lini shu ko'ksiga qo'yib, osh yeb bo'lgandan keyin qo'lini qoringa qo'yib. Endi ba'zi birovlarining himmatlari bor, to'yana bilan kelishadi. To'y ichida jonli jon deb turibdi, endi Xudo deb turibdiki, qo'lini tortolmasin to'yana bilan. Qo'ying. Oling. Oling. Nima bu? Konvert ichiga solib, nima bu? Biz ham to'y qilamiz, taklifnoma. Eshitsak boraverardik. To'yini berganlarga oshlar ham laganda madrasada siziladi. To'yina kirganlarga shunday laganda yuqida qumshuvoqdek qilib qirg'izib yuborishadi. Tezroq ketsin deb. Endi mehmonlarimiz oshlarini yeb o'tirishaveradi-yu, bu yerda hofizlarimiz supalarga o'tirib olib, mikrofonlarini chingillatib qo'yib, nafaslarini 7 mahallariga yetkazib,
tamburlarini chertib lakalum lum lakalum lum kimga ma'lum kimga noma'lum lum hech kimga ma'lum emas halu parishonim meni osmonni pora qildi Afghanım meni lakalum lum kimga ma'lum kimga noma'lum lum deb tursa bir noma'lum shaxs 7-qavatdan paydo bo'ldi. Domma ayvoni bor, balkon degan. Chiqib ketdilar, yarim yalang'och o'ris amakimiz. Cho'riyosh. Людям спать не даешь. Вы что, обалдели, что ли? Что, плов без музыки нельзя кушать, да? До 3 часов ночи айрилмасин, кайрилмасин, с 4 утра какалюм, лякалюм, молчи, Христофор Калюм. Hopizam tepaga qarab, doirachini turtib nima dedi? Doirachi ham uyqusirab. O'rischa ashula so'rayapti, tavsiz. Сейчас. Lakalum lum, kamu ma'lum, a kamu ni ma'lum lum. Не плачь, девчонка, пройдут дожди. Кутяный вернется, ты подожди. To'yiga cho'p kelib akajon o'rischa ashula so'ragani yo'q, osh so'rayapti, osh. Xotini 3 kun bo'lib ustidan qulflab chiqib ketganiga osh so'rayapti. Hopizama shunaqami? Oy, rus xalqi zo'rda. O'zi ochu san'atga shinavandaligini qarang buna. To'ylar yaxshi kunlar bo'laversin. Bir-birimizni yo'qlab kelaveraylik. Tani joningiz sog' bo'lsin. Agar og'risangiz, ikki dunyo ko'zingizga hech narsa yaxshi ko'rinmaydi. Shu og'riganingizdan keyin hamma yo'llaringiz tortishib, jon o'zingizga shirin jon. Nima birov aytadi, "Ha, yaxshi bo'lib qolasiz" deydi. Qachon yaxshi bo'lasiz? Oxiratda yaxshi bo'lasiz. Shuning uchun o'zingizni ehtiyot qilmasangiz, o'zingizni sog'lig'ingiz o'zingizga kerak. Kasal bo'lmang. Endi kasal bo'ldim deb doktorga ham boraverish kerak emas. Endi ba'zi birlar odamlar bor, ba'zi bir millatlarda doktor oldiga keladi, kasal bo'lib qoldim deb emas. Tekshirib ko'ring-chi, kasalim yo'qmikin deb keladiganlar ham bo'ladi. Endi bir xillar kasali o'tib ketgandan keyin keladi. Nima qildi ekan bizga? O'tib ketibdi ekan, tamom bo'libdi ekan deb gapirmaydi sizga doktor. O'shanda ham yaxshi bo'lib qolasiz deb turaveradi. Iloyim kasal bo'lmang. Bir yigit ham doktor oldiga kelib, doktor qo'limni qatimga tegizsam og'riyapti. Ham tegizing-chi hozir. O'zingizga tegizing. Shekar, tegizing. Buyoqqa deb qo'lidan ushlab. Qo'lingni kesib olibsan-ku. Shunaqa ham kasal bo'ladimi? Bir yigit doktorga kirib, "Doktor, men kasalman." Doktorim, "Bizga sog' odam kelmaydi." "Yo'q, men rostakam kasalman." "Qog'oz qalam oling, yozing." Xo'p, doktorim qog'oz qalam olib, "Qani ayting, kasalligingizni belgilarini ayting-chi." "Doktor, men g'alati kasalman." "Xo'p, ayting. Men shu odam bilan gaplashsam, ovozini eshitaman, o'zini ko'rmayman." "Qani ko'zingizni ko'rsating-chi." "Yaxshi ko'zingiz, nega ko'rmaysiz?" "Ko'rmayman." "Qaysi paytda ko'rmaysiz?" "Telefonda gaplashganimda." Ayollarimizni kulishini qarang. Erini ustidan shikoyat qilib boradiganlar ham ko'p. Doktorga kelib, "Doktor, meni erim jinni bo'lib qolibdilar." Doktor tanar ekan erini. "Endi men anchadan beri jinniysiz eringiz." "Yo'q, endi jinni bo'lib qolibdilar." "Belgilarini ayting." "Tog'oraga suv solib, qarmoq tashlab o'tiribdi. Baliq ushlarmish." Unda ketibdi, tom ketibdi. Ketibdi, tomimiz joyida turibdi. "Ya, eringizni tomi ketib qolibdi" deganim. Doktor chaqirib berib yuborish kerak. "Yo, nega endi? O'zimiz ham baliq yegimiz kelyapti, nega endi doktorga berib yuborar ekanmiz?" U xotinni o'zini ham ko'rsatish kerak-da doktorga. Yana bir xotin kelib, "Doktor, erim tug'man deyapti. Qaqillayapti. Don yeyaptilar, tariq, bug'doy so'rayaptilar." Tuzatamiz, otday bo'lib ketadi. "Yo'q, otday bo'lsa qirqiz sig'diraman."
Donda turamiz. Otday bo'lsa otday yesa kerak. Keyin otday yo'q. To'g'ri bo'lganlari yaxshi. To'g'ri bo'lganlari yaxshi. Har holda kunari tuxum beryaptilar. Tavba qildi. Shunaqa ham bo'ladimi? Ha? Bir xotinam doktorga kelib, "Doktor, erim choy damlab kelsam, choy to'kib tashlab, choyni yeb qo'yaptilar." Shu doktor qapog'ini yeyaptimi, qapog'ini? Yo'q, qapog'ini yemayapti. Erisga ayting, qapog'ini yesin, qapog'i shirin joyi, qapog'ini yesin. Doktor o'ziga doktor kerak shekilli. Bir yigitam doktorxonaning eshigini ochib, doktorga qarab, "Kechirasiz." Shu doktor Xudo kechiradi, biz tekshiramiz, bu yoqqa uka. Ha? Shu doktor, ha? Ko'ylagini ko'tar. Qanday bo'larkin? Ko'tar ko'ylagini, xo'p. Ko'ylagini ko'tarib tursa, doktor ham qulog'iga eshitadiganini tiqib olib, yigitni ko'kragiga qo'ysa, yigit ham ha? So'g' ekan-u. Hozir piltada qizdirib kelaylikmi? Tavba. Holo, na sıkı konadı, na soğukka, bandada. Nafas al. Sekin rahat hortib kirib ketasan, o bizane. Pili sosmuş ha. Sekin nafas alın. Sekin nafas alın. Çıkar. Çıkar. Nega manga pufliysan, man sanga gayimama manga pufliysan. Sekin çıkarsan bo'lmaydi. Al nafas. Çıkar. Al. Çıkar. Man sanga nafas dedim. Shoshman, nashatrini spirt hidilab oling. To'g'ri, ximikmisan nima balo? Ko'zim achib ketdi. Nafas ol. Ushlab tur nafasingni. Nafasing qo'limdan nega ushlaysan nafasingni ushlab? O'sha nafasingni ushlab tur. Qattan qo'yaveradi. Qani, orqangni o'girchi. Ko'ylagini ko'tar. Ko'ylagini ko'tarib tursa, doktorning ko'z bilan ko'rsinki, yelkasidan to biqinigacha geografik kartaning rasmi chizilgan. Kim chizdi? Armiyada deptar chizishdi aka. Har bitta soldat o'zini yurtini chizaveribdi-da. Samarqandning minoralari, Buxoroning binolari, Qozog'istonning cho'llari, Toshkent poytaxt. Kreml qani Kreml? Qayer? Sovet ittifoqi qani Sovet ittifoqi? Pastroqda ajralib yotibdi aka. Biz ajrab ketgan bo'lsak ham yomon yashayotganimiz yo'q, ko'z tegmasin ishga. Qarang, hayotimizga qarang, ko'z tegmasin. Bozorlarimizni qarang. Ilgari ipodromda poyga bo'lardi. Hozir ipodromda boshqa narsa poyga qiladi. Narx-navo poygasi. Kim olgan, kim sotgan. Ipodromda kichkina go'da yig'ilib o'tirganimiz. Oldiga bir boyvachcharoq odam kelib, "Nima yig'layapsiz, o'g'lim?" Bu archi deb. Men sizdan hol ahvol so'radim, "Bolam, nega yig'layapsiz?" Nega adashib qoldingizmi? "Ha, o'zim bozorda tug'ilganman, nega adashaman?" Otangiz undan ham battar bo'ldi. Onangizmi? "Yo'q, $100 yo'qotib qo'ydim." $100 aziz bo'ldimi ota-onangizdan? Men mana sizga $100 oling, yig'lamay. Endi nega yig'laysiz? Nega yig'lamasanman? Boyagisini yo'qotmaganimda $200 bo'lardi, tog'a. Muncha bolalarimiz pulga ishqiboz. Muncha pulni yaxshi ko'radi bolalar. Bolalar bekorchi bolalar yo'q ko'chada, hammasi bozorda. Darsga bormadingmi? Yo'q. Nega? O'qituvchi ham bozordalar. Butun sinf kelib dars o'tadi bozorda. O'qituvchi darsga kirib kelib, "Bolalar, salom, xullas kalom. Sizlarning matematika o'qituvchilar kasal bo'lib qolibdilar. Shunga men sizlarga rasmdan dars o'taman. Rasmdan dars. Xayolingizga nima kelsa chizinglar." Yosh bolalarga shunaqa deb bo'ladimi? Xayolingga nima kelsa chiz deb bo'ladimi yosh bolaga? Haligacha xayoliga kelgan narsani chiza olmasdan yozib ketadi devorga. Nimaga nimani qo'shsa nima bo'lishini. Tavba qildim, chizib ketibdi bolalar, chizib tursa o'qituvchisi kelib, "Nima chizdingiz? Ko'rsatingchi." Bekitib olib ko'rsatdingmi? "Ko'rsating, nima chizdingiz?" "Yo'q." "Nima chizdingiz? To'g'risini ayting, sigir o'tlar yuribdi." Qo'lini ko'tarib, "O't qani? Sigir yeb oldi." Bu qo'lini ko'tarib, "Sigir qani? Buzog'ini yemizgani ketdi."
Uf, pichoq suyakka 7 bolla to'r ana chizibdi, g'ildiraymi? Yo'q, qop. Qop ham dumaloq bo'ladimi? Ichidagi dumaloqda. Ikkita qop ichida nima bor? Dumaloq. G'ildiraymi? Yo'q, bittasida pul, bittasida aql bor. Qaysi birini olasiz? Pullimi, aqllimi? Pulli. Pulli. Men o'qituvchi bo'lsam ham aqlli olardim. To'g'ri, kimga nima yetishmasa o'shani oladi, opajon. Ma'nochilik qilmanglar. To'g'rilicha chizinglar. Ana nima chizdingiz? Nima chizdingiz? Tarixiy rasm chizdim. Nima rasmingiz nomi? Lenin Polshada. Zo'ru. Qani ko'rsatingchi? Haqiqatda tarix kitobida shunaqa rasm bor. Lenin Polshada degan chaylarni ustida, yo'q, chaylarni oldida to'nkaning ustida to'nka o'tirib, Lenin o'tiribdi. Bu xotin kishi kim? To'nkada yo'q Lenin. Kim bu o'tirgan? Leninning xotini? Najapa Krupskaya. Lenin chaylarning ichidami? Yo'q, Lenin Polshada. Lenin Polshada nima qiladi? Jivachkaga ketgan. Ma'nochilik qilmaylik, to'g'rilicha. Voy ana chizibdi echkini rasmi qani? Echkini shoxi bor, soqoli bor. Nima kulasizlar, sizlar kulayotgan narsa yo'q deb. Echkisi xafa. Nega echkisi xafa? Xomush, yig'layapti echkis. Siz xursand bo'lasizmi? Eringiz kazyol bo'lsa? O'g'il boladan kelgan gap shu-da. Farzandni shirini qiz ekan. Qizingiz bo'lsa qo'lingizga suv quyar ekan, sochingizni tutar ekan, ovqatingizni berar ekan, kiringizni yuvar ekan, dazmolingizni qilar ekan. Qizingiz katta bo'lgandan keyin xotiningiz xizmatingizni qilmas ekan, qizingiz o'zi xizmatingizni qilaverar ekan. O'g'ilcha o'g'il ishingizni kiyib ketadi. Mashinangizni minib ketadi. Telefonni kinishkani topib olib, telefon ham qiladi. Adamning vaqti yo'q, men boraymi o'rinlarga. Tavba. O'lim haq. O'lsangiz qizingiz yig'lar ekan, dada deb yig'lar ekan, hammani yig'latib yig'lar ekan. O'g'ilcha o'g'il turaveradi, cho'ponni kiyib olib, qiyiqqa qo'lini tiqib olib. Kelganlar ta'ziya bildirib, bandalik deb ketdi. Mamma, badom. Nima hamma kelib menga bandalik, bani baxtmi? Mani bandamning aloqasi yo'q hech qanaqa. Otamning o'lishiga. Tovutingizni ham ko'tarmaydi. Tovutni oldiga tushib olib, Go'ristonga yo'l ko'rsatib ketaveradi. Mikluxa Maklayga o'xshab. Tanishlarini ko'rib qolsa, so'rashib ham ketaveradi. Tanishlar ham hayron, nima bo'ldi desa. Ko'mib ham keladi. Kambag'alroq bo'lsa, somon shuvoq qilib qo'yadi. Boyroq bo'lsa, beton quyib qo'yadi, go'riz ustiga qaytib chiqmasin deb. Nimadan o'lganingizni ham yozib qo'yadi, minnatdor o'g'illaridan deb. Endi bir yigit yig'larmish kechida bo'lmasmish. Dada. Dada. Yo'lovchilar ham ana dadasiga mehribonchiligini qara. Men o'lsam salom yig'lagin, siz bolasi ham xo'p. Qachon shu baxtga muyassar bo'lar ekanmiz, dada? Hech tinmasdan yig'larmish, dada. Dada. Yig'lama, bora. Dada, men yig'lamay, kim yig'lasin? Yig'lamabdi, nega yig'lamas ekanman? Qayoqqa bekitganini aytmay ketdi-yu, dada. Ilohim farzandlarimiz qariganimizda qariydigan, yaxshi yomon kunimizga yaraydigan bo'lsin. Farzandlarimiz haqida gapiryapmiz, bizning vaqtimizga sog' bo'lsin farzandlarimiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Sizlarning farzandinglarning yaxshi kunlarida men, sizlarning farzandinglarning farzandini yaxshi kunida meni farzandlarim xizmat qilsin. Sog' bo'linglar. Keling. Assalomu alaykum. Roshanjon? Assalomu keling. Salomat bo'ling. Rahmat. Mangami? Salomat bo'ling. Keling, Roshan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshi? Yo'q, puray. Mangami? Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Bo'lib, pulini berib qo'yqalaringizdan. Rahmat. Sog' bo'linglar. Hurmat qilibsiz, Xudo sizni hurmat qilsin. Men yerga tashab qo'yavering meni. Rahmat. Salomat bo'ling. Joningiz sog' bo'lsin. Ehtiyot bo'ling. Mikrofonga hozir. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Uzr endi. Rahmat. Salomat bo'ling. Tikona bor demaysan. Rahmat. Xo'sh bitiring. Cho'ponni oling endi, oshna.
hozir men sanab olay, gullarni sanab olay. Rahmat, oshnajon salomat bo'ling, cho'ponni olib chiqib, ko'rpa olib chiqib qo'ymadingiz-da, o'rab. Rahmat, salomat bo'ling, rahmat, salomat. Kattakon rahmat. Bitta 8 ta gul, men 10 ta gulga pul beruvdim, yana ikkitasi. Kashi. Oh, rahmat. Men hazillashdim, ba'zan shunaqa artistlar ham bo'ladi-da, gul olib chiqmasa xafa bo'lib qoladi. Men hech gulga xafa bo'ladigan odam emasman. Ming rahmat gul olib chiqqaninglarga, boringlarga shukr. Hamisha sizlarning xizmatinglarda bo'laveraylik. Men faqat bugungi tomoshada bir o'zim xizmatda emasman. Bizning teatrimiz ham bor, mana teatrimizning artisti. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Ha, nega chiqdingiz bu yoqqa? Shu gullar sizga xalaqit bermasin deb. Gullarni olib chiqib ketmoqchimisiz? Ketsa. Endi men bu gulni gapirish uchun qancha terladim, oshna. Siz o'zingizdan o'zi ko'tarib olib chiqib ketaverasiz bu gulni. Yo'q, xizmat qilamiz. Xizmat qiling, qani bir siz ham gapiring, odamlar sizga gul olib chiqsin. Qani eshitaylikchi bu. Shu gul ramzi. Nimadan to'g'risida men muhabbat haqida bir she'r o'qib beringchi mana. Xo'p bo'ladi. Qiynamaymiz sizni. Qani eshitaylik. Bo'lmasa ishq, ikki jahon bo'lmasin. İki jahon demakim jon bo'lmasin. Ishqsiz untanki aning joni yo'q. Husn netsun kishi kim oni yo'q. Bo'lmadi? Siz muhabbat to'g'risida she'r o'qidingizmi yo qovun to'g'risidami? Qovun ekdim bir poliz, kelib yeng xohlat hoyiz. Qaynonasi o'lgan odamga o'xshaysiz, nimaga xursandsiz? Nimaga tirjayaverasiz? Xursandman. Sizni ko'rsam hali bir latifa esimga tushib ketdi. Narigi dunyoda Xudoni o'zi kechirsin. Narigi dunyoda ikkita o'lik ko'rishib qolibdi-da, bittasi ikkinchisiga. Siz nimadan o'lgansiz, birodar? Chekkinsa, menmi? Xursandchilikdan ham odam o'ladimi? Masalan, men sovuqdan qotib o'ldim. Siz xursandchilikdan qanaqa o'ldingiz? Siz haligi yigitamni bilasizmi? Bir kuni uyga kelsam, eshik bekor. Ishdan vaqtliroq keldim. Ko'zim oldilari qorong'ilashib, xayolimga har xil fikrlar kelib, eshikni yelkam bilan buzib kirsam. Keliningiz o'zi turibdi, hech kim yo'q. Xayriya. Shunda ham karavatni ko'tarib qarasam, hech kim yo'q. Shkaf ochib qarasam, hech kim yo'q. Tomga chiqib qaradim, hech kim yo'q. Podvaliga tushib qarasam, hech kim yo'q. Xursand bo'lganimdan yuragim yorilib o'lib qoldim. Sekkinchisi aytgan ekanda, ha, o'lmay o'lgur, o'shanda o'lishingdan oldin xaladiningni ochsang, ikkalamiz ham tirik qolardik. Zo'r. Siz nega kulaverasiz, xotin? Avvalo xursandman. Xursandman? Mana. Sahnaga chiqqaningizdan xursandsiz. Albatta. Bu sahnaga kimlarning qadamlari yetgan, kimlarning qadamlari yetmagan. Albatta. Salomat bo'ling. Endi bir narsani sizga o'rgatib qo'yay, shu insonlarning oldida sizni imtihon qilib qo'yay, oshnajon. Muhabbat haqida she'r o'qiganda, masalan, mana muhabbat haqida she'r o'qiganda shu berilib, Xo'sh. obrazga kirib. Qani? Mana qiziqchilarni seryozni bo'lolmaydi deydi, bir seryozni bo'lib beraymi sizga? Qani? Gul muhabbat ramzi. Quruq bo'lib qo'yapti-da. Muzika chalib turing. Hozir aytib beraman. Yo'q, o'zingiz chalib turing, o'zingiz. O'zim? O'zingiz bir tambur kuylaridan chalib turing. Hozir. Men sizdan yaponcha kuy so'ramadim. Men tambur chalib turing deb qulog'ingizga tambur chaldim. Tambur chalib turing. Eshiting mana tambur qanaqa chalinadi. No. Gulni gul derim u kishi. Gulni tikoni bo'lmasa, Yorini yor derim u kishi. Yorini vafosi bo'lmasa. siz qochqoqsiz. Siz esa jonim quvloqsiz.
Bu yog'iga ham uring. Bu yog'iga Zaynab ursin. O'tgan kunlarim qursin. Ah, kumush. Jonim. Ey qo'lingni oling. Berilib ketdim. Ko'payib ketib qoldi, sen. Ko'payib ketdi. Muhabbatda o'qiganda shu his-tuyg'u bo'lish kerak inson. Qarang, insonlar tomoshabinlar hech narsa qilayotgani yo'q. Siz bilan menga qarab ko'zlari yonib turibdi. Sizni ko'zingizda qarang. Oching ko'zingizni. Tavba qildim. Sigirni ko'ziga o'xshaydi ko'zingiz. Endi bir xil bo'ldi. Bir xil bo'ldi. Qani men sizga bir muhabbat haqida she'r o'qib beray, hikoya. Siz tambur chalib turing. Hop. Muhabbat mojarosi. U ketib qoldi. U yigitni tashlab ketdi. Nahotki yigit uni boshqa ko'rmasa. Nahotki yigit u bilan sayr qilgan bog'larda boshqa yurmasa. Nahotki u bilan sayr qilgan gulzorlarga sira boshqa bormasa. Yigit ertalabdan kechgacha sigaret chekar. Yegan ichgani ichiga bormas. Uni kayfiyati horg'in. U ertalabdan kechgacha o'ylardi. U haqida o'ylardi. Shu payt xonaning eshigi ochilib, quyosh kirib kelgandek bo'ldi. Ha, u kirib keldi. O'sha yigitni iztirobga tashlab ketgan o'sha yigit quchog'ini ochdi. Qayerda yuribsan, jonginam? Deganida u yugurib kelib yigitni quchog'iga o'zini otdi. Yigit uni mahkam quchoqladi. U ham munchoqdek ko'zlarini yigitga jovdiratib dedi. Voy. Men hali shuncha tamburni kuchuga chaldimmi? Nima siz shu deb o'yladingiz? Men uni qiz deb o'ylayman. Xafa bo'lmang, u ham qiz kuchugida. Niye? Qoyili. Siz qani bir she'r o'qingchi, men bir eshitay qani shu. Qani endi tushunib olgandirsiz, ha? Tushundim. Qani bir she'r o'qingchi. Tug'ilishingdan foyda ko'rmasa dunyo, bekorchi hayotdan chiqmagay ma'no. Dunyoga keldingmi bir ish. Tug'ilishingdan foyda ko'rmasa dunyo, bekorchi hayotdan chiqmagama. Tushunmadim. Meni yonimga keltiring Mirzabek. Yanishmasam xalaqit beryapsiz shekilli. Yonimga keltiring. Xo'p. Meni yonimga keltiring. Xo'p. Yasar marra turing. Tug'ilishingdan foyda ko'rmasa qo'lingizni tepaga ko'tarib tura qoling, menga xalaqit bermasin, qo'lingiz tepada tursin. Tug'ilishingdan foyda ko'rmasa dunyo, bekor. Iltimos sizdan, iltimos. Tug'ilishingdan foyda ko'rmasa dunyo, bekorchi iltimos chiqib tura qoling, xalaqit bermayman. Navbat kelsangiz endi she'r o'qisam maylimi? Mayli. Tug'ilishingdan foyda ko'r. Men chiqib ketay, keyin o'qiysiz. Ben chiqib ketay. Bemalol. O'qing. Tug'ilishingdan foyda ko'rmasa dunyo, bekorchi Tug'ilishingdan foyda ko'rmasa dunyo, bekorchi. Xayriyat. Tug'ilishingdan foyda ko'rmasa dunyo, bekorchi hayotdan chiqmagay ma'no. Dunyoga keldingmi, bir ish qilib ket. İnsanlar yodidan chiqarmas aslo. Rahmat. Odamlarni kuldirish chakana ish emas. Chin dildan kuldirish bachkana ish emas. Tosh ko'targan polvon shaksiz polvondir. Kayfiyat ko'tara olgan odam doril omondir. Xonimlar va janoblar, huzuringizda yana bir bora Mirzabek Xolmedov, marhamat. 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 Marhamat.
Sizni ko'rsam boshim og'riydigan bo'lib qolibdi mana og'raydi. Bosh og'rig'ini davosi bor. Mana ham bir kun shunaqangi qattiq boshim og'ridi Mirza. Sizda bosh bor. Bu nima bu? Keling. Keling. Sizga bo'lsa. Yo, menga. Men aytdim-ku menga deb. Ya menga. Yes, u qarindoshlarmi? Biz ham to'lab qo'yganmiz, aralashmang. Ha, siz ham pul to'laganmisiz. Boshim qattiq og'ridi. Ha. Shunaqangi qattiq boshim og'ridi. Sizda bosh bormi? Bu nima bu? Bu kalla. Ha, kalla. Oddiy kalla emas. Ha, aqlli kalla. Xom kalla. Nima kerak bor shuncha odam oldida shunaqa? Hop. Xonimlar va janoblar, siz ko'rib turgan bu kalla oddiy kalla emas. Pishgan. To'g'rirog'i kuydirilgan kalla. Ya Mirzabek, men sizga maslahat bermoqchiman. Haqorat qilishni nima kerak bor? Eshiting maslahatni oxirigacha. Uyga bordim, shipirgini qo'yib qo'ying. Menga bera qoling. Ana endi bu gul bo'ldi. Sizning qo'lingizda shipirgidek turadi. Maslahatni eshiting, bosh og'rig'ingiz to'xtaydi. Hop. Uyga bordim, xotinimga aytdim. Xotinim, xotinjon, meni boshim shunaqangi qattiq og'riyapti. Nima qilamiz desam xotinim, "Adajon, men o'zim davolab qo'yaman" deb darrov tog'orada iliq suv qilib, oyog'imni tog'oraga solib. Boshi og'risa, oyog'iga iliq suv qilamiz, to'g'ri. Hammasini nervi bitta bo'ladi. Ha, yog'ini eshiting. Yaxshilab oyoqlarimni iliq suv bilan chayib, tomoqlarimni, bo'yinlarimni, boshlarimni hammasini uqalab qo'yganida boshim og'ridi, taqqat to'xtadi. Yengil tortdim. Hozir xotiniz uydamilar? Nima edi? Mana bir borib uqalatsam bo'ladimi? Men sizga-chi maslahat berdim hozir. Jahlim yomon meni. Bu narsa qilib qo'yishim mumkin. O'zingiz xotiningizga boring. Hop, kulgi kechasi-yu. Kulgi kechasi-yu, namchasiz qilasiz, do'ppiz yarashib. Ha. Ko'rsam mayli? Bemalol. Ko'rs, videomi boshda? Xudo saqlasin, yo'q. Endi bo'ladi. Yarashdi. Qaranglar, Nikulinga o'xshaylar. G'irt o'zi. Nik. Xudoga shukr. Mana onam O'rta Osiyodan tashqariga chiqmagan. Uzr. Men endi haligi uzr. Oling, keyin do'ppiz o'zingizga nasib qilsin. Amin. Shu do'ppilaringizni qoziqlarda ko'raylik, iloyim. Allohu akbar. Nima dedingiz? Qanaqa qoziq? Peshirkaga ilib qo'yadi-yu, shuni aytdim. Ha, men yomon niyatmidim men. Ay, sizga yomon niyat qo'yiladi. Uyga borsam do'ppi turibdi stol ustida. Xotinga aytdim. Xotin, do'ppi kimniki? Adajonisi sizga sovg'a dedi. Olib kiyib yarashib. Ko'rdingizmi? Xotinim meni boshqacha hurmat qiladi. Xotinimdan aylanib ketdi. Hey. Xotiningizga berib qo'ying, mana buni. Ravshanjon, xotiningizga berib qo'yasiz, yashang. Xotinim meni boshqacha hurmat qiladi. Aylanib xotinimda. Nimaga chapet chalasizlar? Do'ppi meniki o'zi. Qolib ketibdi-da, shoshganda. Qanaqa bo'ladi o'zi? Shoshilganda bu. Hozir sizga nima dedingiz hozir? Nima dedim? Do'ppi sizniki qolib ketibdi? Xotinimni bo'g'ib o'ldiraman, men siz bilan boshqacha gaplashaman. Xotin kishini bo'g'ib o'ldirish kerak emas. Nima qilish kerak? Xotin kishini boshidan mahkam ushlash kerak. Nima deganingiz bu? Boshidan mahkam ushlamadingizmi? Xo'sh. Yo'q keling. Xotin kishini boshidan mahkam ushlamasangiz, xo'sh, oyog'idan mahkam ushlaysizda, xo'sh, tomga olib chiqasiz, tomga. Xo'sh. Kim qo'yarasiz? Yo, men o'zim bilaman uni nima qilishni. Siz meni uyimga nimaga bordingiz, xo'sh? Nimaga bordingiz? Xotinim kasal bo'lsa, men uyda yo'q bo'lsam, nimaga bordingiz, ha? Xotiningiz kasal ekan, ko'rgani bordim. Yo'q, siz nima, dugonasimisiz, ko'rgani borasiz? Yo, doktormisiz? Doktorman men. Qanaqa doktor? Doktor. Qanaqa doktor? Doktor. Qanaqa doktor? Ekstrasens. Ekstrasens? Ekstrasens men. Qoyil, bunaqa kasbingiz ham bormi? Qoyilman. Qani tok chiqarasizmi? Ha, hidiga chidab bo'lmaydi. Harorat, qo'lingizda harorat bormi? Bunaqa ko'payib ketdingiz, sizda ham bor ekan-da. Qani meni bir isitib qo'ying-chi. Sizni isitayman. Ha. Sizni Xudo isitmasa, banda isitamaydi. Ya baribir meni ishongim kelmayapti. Bir hali harorat jo'natib isitib qo'ying. Isitaymi? Ha. Faraz qiling, issiq tandirning ichida o'tiribsiz. Hop. Qo'lingizni ko'tarib turing. Mana. Issiqlikni qabul qiling.
U isimadimki bir ozgina xo'l bo'ldim lekin. Quruq bo'lmasin dedim-da. Yo, ekstra senslar boshqacha fazilatga ham ega bo'ladi. Hali fokusni bilasizmi, fokusni? Fokusni bilaman. Qoyil qolaman-da. Hali bildirmasdan kalitini, pulini olib qo'yadi-yu. Qani endi Xudoyim kuch-quvvat bersa bildirmasdan joningizni olib qo'yardim-ku. Fokus ko'rsating, fokus. Fokus ko'rsating. Xo'p, qo'lingizni ko'taring. Mana. Gap so'z yo'q. Kuf. Suv. Hozir tekshiramiz. Hamma narsa joyida turibdi. Dasturxon, pul, kalit. Hech narsangizni ololmadim. Hech narsani ola olmadingiz. Hech narsa. Mana. Jo'rayev, Ravshan, Qoyilman. Nachimovich. Qoyil. Voyini biletimni olib qo'yibdilar. Rostdanmi? Rost. Mirzabek qachon o'rganding? Keting endi. To'xtang, qachon o'rganding? Bo'ldi ket. Biz ham bitta o'rganaylik, bu yotaman deydi. Bu qanaqa qilib bu yoqqa? Gap bo'lishi mumkin emas. Bitta ko'rsating. O'rtoqlar, kechirasiz, yana bitta fokus ko'raylik, jub bo'lsin. Xo'p, ko'zingizni yuming. Obbo Xudo, sizlar guvohsizlar. Sizlar guvohsizlar. Fokus mokus, abrakadabra, shvabra. Qo'lingizni ko'taring. Mana, Menga bering qo'lingizni. Kuf. Suv. hozir tekshiramiz. Ha, voyini bilet joyida turibdi. Dasturxon, kalit yo'q. Ta'sir qilmabdi. Ta'sir qilmadi. Hammasi Hech narsangizni ololmadim. Hech narsani ololmadim. Hech narsangizni ololmadim. Hech narsa. Bu-chi bu? Bu nima bu? Qoyil. Qoyil. Haqiqiy fokus. Haqiqiy bu. Soatimni yechmoqsiz, sezmay qolman. Mana endi ishondim bering. Qo'lingni ol o'zimni soatim. Tuhmatingdan o'rgil. Joyida guvohsizlar dedim-a? Soatim joyida turgan ekan. Qani? Sizniki turgani yo'q, sizniki yotib qolibdi. Iya. To'xtab qolibdi-yu. O'zir endi o'zingiz soatingizni yechib, yolg'on ekansiz fokus ko'rsating. Chiqing. Rostdan biron narsani olib qo'ying. Fokus mana birinchisi chiqish kuni, keyingisi chiqmayapti. Xo'p, bitta ham bilan yordam berib yuboringlar. Kelinglar bir minut. Kelinglar bir fokus ko'rsataylik shu yerda. Kim xohlaydi fokusga chiqish? Kim? Kelinglar shu odamga fokus ko'rsataylik. Zo'r fokus ko'rsatamiz. Kelinglar, kim bor? Kelinglar. Ah. Sizmi? Keling. Yana keling. Keling, yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Nima bunaqa? Fokus ko'rsatamiz. Kuf. Suv. Tuf deysiz. Men fokus ko'rsataman, xo'pmi? Xo'mrayman, sal chehrangizni oching. Yo bir xillar tomoshaga keladi, xo'mrayib o'tiradi. Men qarzi bormi ulardan to'g'ri bo'lsa. Kulib o'tirsangiz, chiqiling. Men sizga kuling dedim, irshayin deganim yo'q. Otga o'xshab kishnash qoldi faqat. Kuf, suv, tuf. Mana. Tuf. Oldin qo'lingizda turaversin. Berra pastroq ishlang, yana pastroq. Kapkir ushlaganmisizmi bolam? Kuf deysiz, keyin suv sizga, keyin tuf bizga. Suv. Choy ichganmisan? Kuf degan, kuf deng, iltimos sizdan kuf deng. Familiya nima familiya? Hasanov. 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 Kuf, suv, tuf. Yoshligingda dam solganmi, buyingmi, xonangmi kimdir? Kuf, suv, tuf. Chaqirdimmi o'zi? O'zim chaqirdim. Ha? Kuf, suv, tuf. Nima? Kuf, suv, tuf. Hamma narsa joyida turibdi. Hech narsangizni ololmadik. Hech narsani ololmadinglar. Ololmadikmi? Ikki kishlashib ta'sir qilmadi. Tekshirib ko'ring, hamma narsangiz joyida turibdi. Ushlab turing. Hech narsangizni ololmadik. Voyini bilet turibdi. Kalit turibdi, pul turibdi. Hech narsani ololmadinglar. Hech narsangizni ololmadik. Yo'q. Ololmadik. Yo'q. Ha. Yo'q. Mekrega shuncha odam oldi. Rahmat. Kelib turing shunaqa. Yechintiradigan bo'lib. Bu hasil albatta. Hamma oldi, shim joyida turibdi, qanaqa bu? Indamagansan. Yo'q, oshna o'zingiz bor. Shunaqa ham hazil bo'ladimi, Mirzabek? Kechasi og'ayni. Shuncha odamni oldida, voy, nima tushunmay qoldim. Tavba. Qarayapman. Bo'ldi, oshna bo'ldi. O'zi o'sha rostdan tavba. Bo'ldi, og'aynijon. Yo'q, nima kerak bor shunaqa qilish? Bilaman, so'zga ustasiz. Endi gapda men sizni yutolmayman. Boshqa narsada yutaman. Yutolmaysiz. Yutaman. Og'zingiz kichkinalik qiladi, yutolmaysiz. Yana gapga ustalik qilasiz. Men kurashda yutaman. Kurashamizmi? Yo kurashamizmi? Men kurashchi emasman, san'atchiman. Siz necha kilosiz?
Men 100 kiloman. 100 kilosiz, ko'rdingizmi? Men 75 kiloman. Baribir kurashamiz. Men jahlim chiqdi. Bitta kurashaylik shu yerda. Men hammani oldida men bilan kurashishmayman. Tushish kerak edi endi. Men yiqitishim kerak baribir. Men qarg'ab qo'ya qoling. Yo'q, kurashamiz. Xo'p, kurashamizmi? Kurashamiz. Siz 100 kilosiz. Sizga mos polvon meni nomimdan chiqib kurashasizmi? Beraman. Bo'ldi, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Tayyorgarligingizni ko'ring. Xonimlar va janoblar, huzuringizga polvonni taklif qilamiz. Shukrulloh. Keling, keling. Keling, keling. Shukrulloh, baraka toping. Nega qo'limni qisasan? Sen qo'limni qisguncha Ro'shan. Qaq ketasiz, oshnajon. Kurash tushmoqchimidingiz? Mana keling. Mana siz bop polvon. Mana kurash tushasizmi? Tushaman, aka, tushaman. Men bu yigitni chochib qo'yaman. Chochib qo'yaman. Chavog'ini asqalga yoyib qo'yaman. Voy, shukr, eshitdingmi nima dedi? Voy. Sindiraman dedi, shukr. Sen nima qilasan bu akangni? Men aka yutib olaman buni. Qani endi bir kurash tushingchi ko'raylikchi. Keling, shukrlar. Qani bir oldin qo'linglarni qisib qo'yinglar, polvonlarga o'xshab. Hazillashga, hazillash. Voy. Hey. Senior. Voy, sekin. Odam qarab turibdi. Akangga qo'l ko'tar. Odamlar qarab turibdi. Rostdan urishmasanmi? O'zingizni bosing, o'zingizni. Rostdan polvonlik qilaman dedingiz-ku, oshnajon. Rostdan kurash tushingiz. Nima qilsin? Yolg'ondan urmaydi sizni. Indiyskiy kino emas bu, siz yolg'ondan ursa. Qani kelinglar, qani. Ha, polvonlar. Voy, mirzaga quloq qo'yvaysiz, quloqni qo'y. Ro'shan, nimaga endi novcha bo'lsa quloqiga yopishasiz, pakana bo'lsa qayoqqa yopishasiz? Qanaqa? Bu kurash emas bu. Kelinglar, boshqatdan, yoshlar, sekinroq. Voy, bola chaqasi bor, shukr. Voy, bolasi bor, shukr. Voy, shukr. Keling endi qani, yoshlar. Şükür, voy şükür. Şükür tomosha bu qizil. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Para pam 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 pam. Pam 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 pam. Разрешите, пожалуйста. Пам 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 пам. Пам. Как вас зовут? Шура. Ну и дура. Меня вообще не хватает. Что я уже не могу. Şükür askerlik geç kaldı ya. 3 gün odada kurban hayat geç kaldı. Yaxshimisiz Mirzabek aka? Bizni xo'jayinni ko'rmadingizmi? Sizni xo'jayingiz bilasizmi? Sizni xo'jayingiz tabaqadan bir xotin bir qilay. Kelasi ham shirqim. Sizni xo'jayingiz ketdilar. Voy, qayoqqa ketdilar? Yangi ko'cha ochilibdi-yu. Qanaqa ekan? Aspala sopin degan. Voy, Shah ketdilar. bu ko'chaga kecha jo'natuvdim-ku. Endi yetib boribdilarmi? Bugun nasib qilgan kuni ekan. Voy, bo'lmasa men ham borib kela qolay. Shoshib nima qilasiz? Egam chaqirsin, keyin ketaverasiz. Chaqirayotganga o'xshaydilar. Shoshma. Mirzabek aka, to'g'ri yura olmaysizmi? Men sizni ko'rsam shunaqa bo'lib qolaman, tavba qilmang. O'zi shu, hamma erkaklar meni ko'rsa, shunaqa bo'lib qolishadi. Voy, voy, kechirasiz, obkazligini ko'rsating. Shuncha odam oldim. Qani? Voy.
Qan, bu Nima tushdim ekan? To'g'risini ayting. Meni erimni nima qildingiz? To'g'risini ayting. To'g'risini ayting. Men qilganim yo'q. Shukr qildi. Voy. Bu yoqqa keling siz. O'tiring. Voy polvonimdan ayrilib qoldi. Voy jigarim. Voy ishongan bog'rog'imidi? Voy ukam. Suyangan tog'imidi? Endi bunaqa suyanadigan emas edi-yu. Baribir tog'idi, tog'idi. Voy tog' ketdi, tog' ketdi. Voy qizlar uchun ishlab dushman ko'nglini g'ashlab yurgan. Meni hatto burgachaqsa o'zi kelib qashlab turgan parvarimdan ayrilib qoldi. Yig'lamay jonim, men bormadim endi. Men bormadim yig'lamay. Ko'rgilayga endi o'lga deyilma qilasan. Voy bunaqasi. Voy men bormadim. Yig'lamay bo'ldi, yig'lamay. Voy dadasi. Voy dadasi. Kim sizni xafa qildi, kim? Xotin. Mana shu. Shoshmang. Nereye o'zi Mosi? Nereye? Nereye? Kelinoyi biz hozir olib borib qo'yamiz Ravshanjonni. Sal hazillashishdi-da, bilmasdan Haymonam to'ldi. Endi urishaman men. Men bilanmi? Yo'q, u aqlli bomba bilan. Portlab ketib qolsa-chi? Billa portlaymiz, portlasak ham bildingiz. Yerimni yiqitib qo'yaverasiz. Qo'ying, o'zingizni bosa qoling, hazillashishdi. Yo'q, men ham bir paytlar shug'ullanganman, qo'rqmayman. Nima bilan shug'ullangansiz? Ushu bilan. Qaysi mushu bilan? Ushu bilan. Ko'rsating. Ko'rsating. Mana. Lapon, dopon, shapon. Nima deganingiz? Lapon, dopon, shapon. U deganim, bu yoqdan kesinam, bu yoqdan kesinam, qattingni olaman deganim. Kuchingiz yetadimi? Yetadi. Kuchingiz yetadimi? Yetadi. Xotin kishi bilan urushasan uka. Qo'yinglar, bo'ldi, hazillashmanglar. Bo'ldi, iltimos sizdan bo'ldi, qo'ying. Qo'ying. Urishaman. Siz muzika chaling. Nima qiling? Muzika chap turing siz. Men sizga Abduhoshim Ismoilov ham muzika chalib turaman. Voy. O'zingizni qo'rqyapsizmi? Chap turing muzika. Xo'p. Dum, 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 Kelinoyi, nima qildingiz? Nima qilardim? Kashiydi, jonini topdim qoqindiq. Shukrulloh, bratishga nima bo'ldi? Dunyoni tashvishini ko'targan erkak kishini tashvishini ko'tarish nima bo'pti biz onalarimizga? Aziz ayollarimizga, opa-singillarimizga sog' bo'linglar ilohim. Mirzo qiziqchilar teatri. Shunagina yigitcha xalqqa shunchalik qo'shiqlarini manzur qildi, ilohim. Har bir san'atkorga o'zining san'atini manzur qilishdek baxt muyassar bo'lsin. Bir ashulachiga onsonda yonida 100 ta sherigi bor. Yordamlashib turadi. Qiziqchiga kim?
Xudoyimdan bo'lak, sizlardan boshqa hech kim qo'llamaydi bizani. Bitta chiqib turib kulishib tursa, hech kim kulmasadek qilib kulib turibmiz. Keling. Shohi bor ekanmi? Bo'lani ham tavba qilib. Tinchlik bo'laversin, sog'lik, salomatchilik bo'laversin. Mana shunaqangi yaxshi tomoshalarda ko'rishib yuraveraylik. Tomoshalarda ko'rishib sizlarni ko'rganimizdan bag'oyat xursand bo'lamiz. Ilohim, hamisha bir-birimizni xonadonimizda yaxshi kunlar bo'lganda yo'qlashaylik. Tinchlik, xotirjamlik va tanishqatlik, salomatlik hammangizga hamroh bo'lsin. Oilanglar tinch bo'lsin. Mana men insonlarning kayfiyatini ko'tarishga harakat qilaman. Xudoyim o'zi kuch-quvvat bersa, insonlarning kayfiyatini ko'taraman. Meni kayfiyatimni kim ko'taradi? Uyga borganda bor bittasi ko'taradigan. Ham janjal ko'taradi. Qayoqda yurudingiz deydi. Ko'ylak olib bering, topgani ko'ylak olib bering. Keliningiz bilan chiqishmaymiz. Ko'ylak olib bering, aytaman, shuncha ko'ylagingiz bor. Nima qilasiz? Ko'ylakni desam, bu ko'ylagimni mahalladagilar ko'rganda, aytdim, bo'pti, yig'ishtir ko'ylaklaringni. Nega? Boshqa mahallaga ko'chamiz. Men bir ish buyursam darrov tannoslik qiladim. Aytaman, tumachani tikib bering. Darrov qo'liga nina bilan ip olib, agar biz xotinlar bo'lmasak, sizlarning tumachanglarni kim tikardi? Kim? Sizlar bo'lmasanglar bizga tumacha kerakmidi? Yuraverardik. Qishda postdan, yozda xazon-pazonni ustimizga tashab, yo'voy odamga o'xshab, yoqib qolganini daraxt uchiga, yoqmay qolganini g'orri ichiga olib kirib ketib. Shu yo'voy odamlarda ham ko'ngil degan narsa bor ekan. Junglida samolyot portlab ketib, yo'voy odam bolalar bilan samolyotning ichini titkilab yurishsa, bolalari bitta lyochka sudrab olib chiqishibdi. Ada, ovqat olib chiqdik. Dadasi bundoq qarab, sen bizga ne ekan? Buni ertalab yeymiz. Bir payt ikkinchi lyochka sudrab olib chiqishibdi. Dada, ovqat topdik. Dadasi bundoq qarab, buni obedga yeymiz. Bir payt stewardessa qizni sudrab olib chiqishibdi. Dada, ovqat topdik. Dadasi ham bundoq qarab, bu ovqat emas bu. Bu shirinlik bu. Kechasi yeymizmi? Yo'q, bugun kechasi onangni yeymiz. Tavba qildim. Bir yo'voy odamning xotinini mazasi yo'q ekan. Eri ham, "Nima yeysan? Limonmi?" "Yo'q." "Anormi?" "Yo'q." Odam sho'rva ichkim kelyapti, dadasi. Borib bitta odamni tinchitib, sudan olib kelib, "Ma, pishir." Sen xotini ham bir pasda pishirib, tovoqqa suzib olib kelsa, eri ham chipurib qoshiqni yalab turib xotinni peshinasiga bursa, xotini ham "Murasiz, tuzi pasmi?" "Yo'q, seni esing pas. Necha marta aytdim pishirishdan oldin paypog'ini yech deb." U yo'voy odam chiqishmas ekan xotini bilan. Zamonaviy odam chiqishadimi xotini bilan? Xotinlarimiz ham ajoyib. Bir xotin o't o'chiruvchilarning komandasiga telefon qilibdi 03 ga. Alo, mana ikkinchi etajda yashayman. Mani oynamga bitta yigit chiqmoqchi bo'lyapti. Nima qilaylik? Militsiyaga chaqiring, militsiyani telefon chaqirmaysizmi? Yo'q, menga militsiya kerak emas, narvan kerak, iltimos. Tez narvan jo'natinglar menga. Ba'zan xotinlarimiz ham nolib qolishadi-da. Tushunmay qolasiz nimaga nolishganlarini. Keliningiz bilan shu bozorga boraylik. Bozorga men aytaman, o'zing boraver bozorga, men xohlaganing pulingni bering. Ana bolalarni olib borgin birga, xohlagan narsangni olgin. Yo'q, siz bilan boring. Endi men bilan borsa, darrov bozorga kirib kelishimiz bilan kasetamizni qo'yib yuborishadi. O'zingiz bu yoqda aylanib yuraverasizda, gap otishaveradi. Vasiliy deb qo'yadi bittasi, Mirzaka deydi. Endi eng kelib yopishadigan isiriqchilar. Yopishaveradi, ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin deydi, o'zi ko'zi manda. Sani kimdan kiradi menga? Begona odamni kinnasi kirmaydi, ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Isiriq tugab tuyutsa, ustiga xazon-pazonni tashlab tutatib qo'ydi, ko'z tegmasin. Ustiga keliningiz bilan bozorda yursak, bir ko'r lo'li yigit tilamchilik qo'ytiribdi. Otasi o'lmagan kim bor, onasi o'lmagan kim bor, Xudo yo'liga sadaqa qiling. Bir odam kelib 50 tanga tashuvdi, tanga do'ppisiga tushmay yuvalab ketib qolsa, haligi lo'li yigitning ko'zi put ochilib, tangani topib do'ppisiga solib qo'yib, Xudo yo'liga sadaqa qiling. Haligi odam qaytib kelib, yoqasidan bo'g'ib, "Apiris, ko'ramas ekansan, men seni ko'rdi o'ylab sadaqa berdim, qo'limni tiqib olaymi ko'zingga?" "Ha, akajon, nima endi 50 tanga bergan bo'lsangiz, qo'lingizni ko'zimga tiqib olasizmi? Bir so'm berganingizda boshqa joyingga tiqib olar ekansiz-da qo'lingizni." "Ha, men ko'ramasman, meni otam ko'r. Men otamning o'rniga sadaqa so'rab o'tiribman." "Otang qani?" "Otamning uyga
Dikki Rozani ko'ribdi. Ko'rib bo'ldik u kinoni ham, Dikki Roza degan kino ham tugadi. Lekin Dikki Rozani yaxshi kino ekan, shu bolalar oldida ko'rib bo'lmasa ekan. Uyalib ketasiz, shu o'girilib olib sekin o'tirsam bolalar bilan qaroring adab bo'ldi deb qo'yadi. Achchig'im ustab aytib, qara bolalaring, shu bolalarim darrov yuzini bekitib olib. Adab bo'ldimi? Rosa bo'ldi-da. Keliningiz kirib qoladi. Nima bo'ldi, dadasi? Bolalar uxlasin, istagan onasi. Uni ustiga kinosi taqa to'xtaydi-da, reklama boshlanadi, reklama. Bittasi chiqadi durbin ko'tarib, TV park, 4 ta park to'lqayib turibdi-da, toba qildim. Bolalar oldida ko'rib bo'lmaydi televizor. Ustiga bittasi suqatoy chiqib keladi, kampit ko'tarib, Mars, это класс. Mars заряжает мне энергию на целый день. Mars pulini kelinayimga bering, qo'y go'shida sizga osh qilib bersin. Ana chiqib olib reklama qiling. Osh, ko'tarma bosh. Osh заряжает мне энергию не только по шамбу, она на целую неделю. Deb qo'y. Yo'q. Biz O'zbekiston televideniyasida ham reklamalar bor, yaxshi reklamalar ko'rgan bo'lsanglar. Turmush o'rtog'im haydovchi bo'lib ishlaydi. Avtobus haydaydi. Maoshi ham yaxshigina. Shu pochchamiz chiqib keladi, pochchamiz. 35 yildan beri shu ikkarisi haydayman. O'zbekiston televideniyasida yaxshi kinolarni ko'rsatadi, indiski kinolarni ko'rgan bo'lsanglar, indiski kinolarga ishqibozman men. Indiski kinodagi qizlar o'zimiz o'zbek qizlarga o'xshaydi, qora mag'iz. Ya, Dikki Rozadagi ayollar ham yaxshi, mana Dulsinasidan tashqari Dikarka deydiganlar. Menga Dikki Rozadagi bir ayol yoqdi. G'alati yurarkan. Leopoldina degani. Keliningizga ham aytdim, siz ham shunaqa yurasiz dedim. 3 kun shunaqa yurdi-da, bir hafta yotdi oyoq osmondan bo'lib. Rezbi yilib ketib qolibdi, bel tozdan ajrab ketib qoldi. O'zing asra. Endi indiski kinodagi qizlarning go'zalligini qarang, hammasini peshonasida xoli bor. Zaylita degani-da, erga tegaman degan ekan. Bizlar ayollar turmushga chiqqandan keyin xol qo'yib oladi. Ular erga tegishdi oldin. Sari degan ko'ylakki, sari shu qorniga material yetmaydimi? Tavba qildim. Bir kam dunyoda, yaxshi ko'rib qolsa yuraklari urib ketib qoladi. Ashulalarni aytib qolishadi. Zidit bari mast mast, zidit bari mast. So yonida yigit yuradi, qiz zoti shanu yigit zoti rajo. Ha, zidit bari mast mast, zidit bari mast. 100 ta jinni dasmoncha ko'tarib olib yuraveradi. Aha! Muhabbat hey, muhabbat, muhabbat hey, muhabbat. Harigba, muhabbat hey, muhabbat. Bir payt Mr. Chopra chiqib keladi. Qiz otasi, nahi muhabbat. Nahi kerak bor bunaqa muhabbatda deydi. Krishna, men Lishna qarshiman deydi. Rajo ham ashulachi emasmi? Qarshimisiz, qarshimasmisiz menga? Urib ketib qolishadi bechora Rajuni. 10-15 kishi uriyotibdi, bittasini qo'li yuziga tegmaydi. Shunda ham Raju quda tomonni hurmatini qilib ketdi uchib. Shunday aytaveradi. Dil ki pyari xudo, meri muhabbat jani fida, dil ki pyari sarishte, I love you shanu farishte. Ochishadi. Michali, og'riydimi shunchalik? Peshonasiga tegib, pop etib tushib o'ladi. O'li yotsa, qiz ko'rib qolib, Raju! Raju ham sakrab o'rnidan turib, shanu! Aha! Muhabbat hey, muhabbat, muhabbat hey. Men bu gapni bekorga gapirganim yo'q. Biz ham bu sahnada birinchi marotaba paydo bo'lganimizda, bizning yonimizda ajoyib qiziqchi do'stlarimiz bor edi. Obidjon, Sobitjon, ustozimiz To'xtamurod aka, Botirjonlar. Hozir Obidjon o'zini teatrlari bor, To'xtamurod akamiz
o'zlarini shogirdlarini tayyorlashyapti. Mana biz ham o'zimizni teatrimizni tashkil qildik. Nima bo'ldi? Qiziqchilarning soni ko'paydi xolos. Sizlarning kayfiyatinglarni ko'taradigan insonlar ko'paydi xolos. Shu esinglarda bo'lsa, Obidjonlar bilan birgalashib o'ynagan Hind kinosiga hajviyamiz bor edi. O'sha o'ynagan hajviyamizga yana bir hajviya tayyorlaganmiz. Hozir shuni ruxsat bersanglar, yigitlarimiz bilan sizlarga indiyskiy kino o'ynab beramiz. Indiyskiy kinoyimizning nomi Любовь, любовь, еще раз про любовь degan. Sevgi va yana sevgi haqida. Marhamat, Hind kinolar रामू चंपा फलाकत है हरमदा चोपड़ा मन खमाया है
молодец. Shamu! Shamu! Naki, Ramu! Nahi Hanifa, Haramzade Chopra Tripa.